Salom do'stlar, bugun biz nemis tilidagi bir necha ajoyib so'zlarni ko'rib chiqamiz. Ammo eng muhimi, bu so'zlarning hammasi zuch so'zi orqali yasaladi. Zuch so'zini tarjimasini hamma biladi, ya'ni poyez degan ma'no. O'zi poyez degan ma'noni anglatadi. Lekin zuch so'zini oldidan prefiks, ya'ni old qo'shimcha qo'shilsa, mutlaqo yangi so'zlar hosil bo'ladi. Qani ularni bo'lmasa ko'rib chiqamiz. Qani ketdik. Birinchi so'zlar guruhi wohnen und leben mavzuga oid bo'ladi. Der Umzug ko'chish, yangi uyga. Der Einzug yangi uyga ko'chib kirish ma'nosi. Der Auszug esa uydan ko'chib chiqish. Der Zuzug kelish, immigratsiya. Der Wegzug esa ketish. Der Nachzug oila a'zolarining ortidan kelishi degan ma'nolarni anglatadi. Keyingi mavzumiz esa tortish va ta'sir mavzusiga oid so'zlar. Der Abzug chegirma, tortib olish. Der Entzug mahrum qilish, tortib olish ma'nosi. Der Durchzug kuchli shamol oqimi va der Luftzug esa yengil shamol shepasi. Keyingi mavzumiz qonun va rasmiy hayotga oid so'zlar ham hosil bo'ladi. Der Vollzug bajarish, ijro etish. Der Verzug kechikish, ortda qolish. Der Rückzug chekinish. Der Bezug aloqa bog'liqlik. Zuch so'zi orqali muhim ko'chma ma'nolar ham hosil qilish mumkin. Der Vorzug afzallik, ustunlik. Der Bezugspunkt mo'ljal, tayanch nuqtasi. Der Bezungspreis xarid narxi, asosiy narx. Poyezdga oid so'zlar ham hosil qilish mumkin ekan. Die Zugfahrt poyezdga yurish, sayohat. Die Zugführer poyezd mashinisti, ya'ni yo'lboshchi. Der Zugverkehr poyezdlar harakati. Der Zugplan poyezdlar jadvali. Zuch so'zi orqali biz muhim fe'llar ham hosil qilishimiz mumkin. Misol uchun, ziehen tortmoq, ko'chmoq, umziehen ko'chmoq, kiyimni o'zgartirmoq, anziehen yangi uyga ko'chib kirmoq, ausziehen uydan ko'chib chiqmoq, kiyimni yechmoq, zuziehen yopmoq, entziehen tortib olmoq, mahrum qilmoq, zurückziehen orqaga tortmoq, chekinmoq, verziehen buzmoq. Mana do'stlar, bugun biz der Zug, ya'ni poyezd so'zi orqali bir necha xil yangi ma'noli so'zlar hosil qildik. U uchun bizga prefiks, ya'ni old qo'shimcha yordam berdi. Yana bitta ajoyib ma'lumot, biz har qanday yangi so'zni qanday tushunishimiz mumkin. Birinchisi, prefiks ma'nosi nima? Ikkinchisi, harakat yoki yo'nalish bormi? Uchinchisi, uni tortish ko'chish tushunchasi bilan bog'lab ko'ring. Kutilmaganga so'z mantiqiy bo'lib qoladi. Misol uchun, Rückzug o'zi chekinish, orqaga qaytish ma'nosi. Ruk orqaga, zug harakat, ya'ni poyezd degan so'z. Lekin Rückzug esa chekinish, orqaga qaytish ma'noni anglatadi. Muhim eslatma, ba'zi so'zlar, masalan, Vorzug und Bezug ko'chma ma'noda ishlatiladi va to'g'ridan to'g'ri harakatni anglatmaydi, lekin ularning kelib chiqishi baribir shu g'oya bilan bog'liqdir. Xulosa qilib aytganda, agar zuch tushunchasini anglasangiz, siz shunchaki so'z yodlamaysiz, balki so'zning tuzilishini ham tahlil qila olasiz. Agarda video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Nemis tilini bir jalol bilan osonroq o'rganing.